O'zbekiston-Belarus aloqalari haqida gapirilganda ko'pincha ishonchli do'st, vaqt sinovidan o'tgan hamkor degan iboralar ishlatiladi. Yaxshi do'st topish qanchalik qiyin bo'lgan hozirgi davrda aynan shu gaplarni qanchalik muhimligini bugun butun dunyo ko'rib, tushunib turibdi. Umuman ikki davlat rahbarlari ko'rishganda, uchrashganda har doim iliq quchoqlashib ko'rishadi. Aynan shu iliq munosabatlar bugun hamkorlikning turli sohalariga ijobiy ta'sir qilyapti. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Belarusga rasmiy tashrifi davom etyapti. 9-iyul kuni Mustaqillik saroyida davlatimiz rahbari diplomatik taomlarga ko'ra hurmat, ehtirom bilan kutib olindi. Говорю, что хорошо отдохнем. Божий дар какой-то. Президент, рота гоноров варта, гонор вашего правительства Республику Беларусь построен. Начальник гоноров варта, майор Коршинский. С белорусской стороны. Это второе. Договорились вчера. Ну, надо работать там. Если мы будем... Они говорят, что Николай Николаевич будет с нас. Молодцы, правильно.